Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan tovuqlarni tez tuxumga kirgizish, ya'ni tuxum tug'dirish va tez qurq qilishni batafsil tushuntirib o'rgatib o'taman. Undan oldin kanalga like bosib, bu videoni tovuq boqadiganlarga jo'natib qo'ying va ularga ham foydali bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Unda boshladik. Xullas, tovuq tuxum tug'ishi uchun birinchi navbatda unga shart-sharoit kerak. Ya'ni havosi issiq bo'lishi kerak, xonasi. Tuxum tug'adigan joyi quruq bo'lishi kerak. Yemi, suvi o'z vaqtida berib turilsa, tovuq yaxshi tuxum tug'adi. Biz mana shunday katakcha qilib olganmiz. Bunga g'isht bu tomoniga bitta, bu tomoniga ikkita g'isht qo'yilgan Har bittasida bittadan ikkitadan tuxum bor. Bu yerda общий 5 ta katak bor. Bu yerda bittasi tuxum tug'ish arafasida yotibdi. Bunga xalaqit bermaymiz, chunki tovuqlar tuxum tug'ish paytida stressga tushmasligi kerak. Ya'ni ularni qo'rqitmaslik uchun mana shunday hamma joyi mahkam bo'lsa, ular qo'rqmaydi va stressga tushmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tomonda boshqa tovuqlar ham yuribdi. Bularning tagi quruq va toza bo'lib turishi kerak. Tagini haftada bir marta tozalab turish yaxshi. Yemi va doni har doim oldida bo'lishi kerak. Suvi ham bo'lishi kerak. Mana bu yerda yem solib qo'yganmiz. Mana bu chelaklarda esa suv qo'yganmiz. Ular o'zi bemalol yeb ichib yuraveradi. Tovuqni tezroq qurq qilish haqida aytsam esa, tovuq asosan bahor oylari qurq bo'ladi. Tovuq bemalol 10 ta 11 tagacha tuxumni bemalol jo'ja ochib chiqara oladi. Tovuqni qurq bo'lishi uchun unga ko'proq vitaminlar berib turish kerak. Asosan kalsiy, kaliy shu vitaminlarni berib turilsa, ular yaxshi rivojlanib qurq bo'ladi. Va tuxum bostirganda ham tuxumni saralab tozasidan bostirish kerak. Shunda tovuq yaxshi chiqaradi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga обязательно like bosib qo'ying. Bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda. Tovuqni yemiga keladigan bo'lsak, unga bug'doy, arpa, xullas makka jo'xori shularni bersak, ular yaxshi tuxumga kiradi. Yana aytganimdek, tuxum tug'adigan joyi xavfsiz, stressga tushmaydigan qilib mahkam o'ralgan bo'lishi kerak. Shunda ular yaxshi tuxum tug'adi. Va xonasi quruq bo'lishi kerak, yorug' bo'lishi kerak. Shunda yorug' joyda tovuq yaxshi tuxum tug'adi. Agarda siz mana shunday katakchada tovuq boqadigan bo'lsangiz, bularni tez-tez ko'chaga chiqarib sayr qildirib, ya'ni ko'chada yemlatish kerak, ya'ni tashqariga chiqib turishi kerak. Faqat katakda yotaversa, bular tuxum tug'ishni kamaytirib qo'yadi. Men o'z tajribamdan kelib aytyapman. Bular yog'ingarchilik, qor yog'ayotgan paytlari bir hafta katakdan tashqariga chiqmagandi. Hozir chiqarib bemalol chiqib kirib yurgani uchun tuxum tug'ishi juda yaxshi bo'ldi. Mana kuniga faqat 30 ta tovuq 4-5 ta tuxum tug'ayotgandi. Hozir mana ko'rib turganingizdek 2 ta, 4 ta, hozir buni tagida ham 3-4 ta bor kamida. Bemalol 10-15 tagacha tuxum tug'yapti. Sizlarga ham maslahatim, ko'chaga chiqarib yemlab turinglar.
tashqariga chiqib oyog'ini yozib kelgan tovuq yaxshi tuxum tug'adi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying.